Bu meni mo'jazgina joyim. Qachonlardir maqsadlar yozilgan, lekin hozir qarzlarim ro'yxati bilan to'lgan kundalik. Ba'zan bu yerda o'zim bilan o'zim suhbatlashaman. Yashab o'tgan umrimni tahlil qilaman. Yaqinda 40 yoshga kiraman. O'ylab qarasam shu paytgacha yaqinlarim tugul hatto o'zim uchun ham aytarli hech narsa qila olmabman. Eng achinarlisi, hayotimning katta qismini o'zim yoqtirmaydigan zerikarli ishga borib kelish bilan o'tkazyapman. Bularning hammasi 20 yil avvalgi qo'rquv va jur'atsizlik sabab. O'sha paytlarda biron sohaga jiddiy kirishib ketishga jur'at va jasoratim yo'q edi. Mas'uliyatsiz va qo'rqoq edim. Lekin atrofimda qat'iyatli, intiluvchan, tirishqoq yaqinlarim bor edi. Ularni kuzatardim. Ular asosiy vaqtlarini o'qish va o'z ustida ishlashga sarflashardi. Vaqti kelib barchalari o'zlari xohlagan o'qishlarga kirishdi. Bugungi kunda ular o'z sohalarida mutaxassis va o'zlari o'ylagandan-da yuqori natijalarga erishdilar. Qat'iyati va intilish sababli. Men ulardan-da tirishqoq, intiluvchan, jasoratli bittasini bilardim. U boshqalarga umuman o'xshamasdi. Uni dunyo qarashi, qiziqishlari boshqacha edi. U atrofdagilar imkonsiz deb o'ylagan ishlarga ikkilanmasdan kirishib ketardi. Boshlagan ishini hatto uxlamasdan bo'lsa-da oxiriga yetkazib qo'yardi. U rasm chizishga va har xil narsalar yasashga juda ham qiziqardi. Yetarli mablag' yo'qligi sababli dalalardagi daraxt shoxlaridan har xil narsalar yasardi. Bir kuni o'zi izlagan daraxt shoxini qabristondan topadi. Odamlardan xijolat bo'lib uni yarim kechasi kesib keladi. Xo'sh, bu kim edi? Bu men. Bu ishlarni yashirincha qilishga harakat qilardim. Chunki rasm chizish va narsalar yasashimni befoyda ishlar deb hisoblashardi. Boshqalarning bolasiga o'xshab kirishimli, mehnatkash bo'lishimni xohlashardi. Men bunga bor kuchim bilan harakat qildim. Mehnat qilib oilamga foyda keltirishga urindim. Mana shu seni eng katta xatoing edi. Nima? Oilam uchun harakat qilganimmi? Yo'q. Boshqalarga o'xshashga harakat qilganing. Senda o'ziga xos qiziqishlar, maqsadlar bo'lishiga qaramay, sen boshqalar kabi bo'lishni xohlading. Bu o'zligingga qilgan xiyonating ham edi. Axir meni qiziqishlarimni va maqsadlarimni befoyda deb hisoblashdi. Sevimli ishlarim bilan shug'ullanishimga umuman yo'l qo'yishmadi. Unda nega tanlagan yo'ling foydali ekanini isbotlashga harakat ham qilib ko'rmading? Hammasidan osongina voz kechding. Chunki qo'rqdim. Doim menga sen qila olmaysan, seni qo'lingdan kelmaydi degan gaplarni aytishardi. Boshqalarning bolasini maqtab, o'rnak qilib ko'rsatishardi. Ba'zan ular haq bo'lsa-chi deb o'ylab qolardim. Hozirchi? Nima hozir? Hozir o'zing xohlaganda yashashga va o'zing xohlagan ishlar bilan shug'ullanishga nima to'sqinlik qilyapti? Ro'zg'or, tirikchilik, oila tashvishlari. Endi sevimli ishlarim bilan shug'ullanishga na vaqt bor, na imkoniyat. Hammasini noldan boshlashga esa katta pul kerak. Pul bo'lgan taqdirda ham nimadan boshlashni bilmasdim. Esingdami? Bolalikdagi orzuing. O'shanda o'z kompyutering bo'lishini, kelajakdagi kasbing faqat kompyuter bilan bog'liq bo'lishini xohlarding. Ha, esimda. Hatto yo'q kompyuter uchun stol ham yasab qo'ygandim. Sen bunday qil. Mashinangni sot. U baribir foydadan ko'ra ko'proq ziyon keltiryapti. Pulni bir qismiga kompyuter olasan,
yangi zamonaviy kasblar o'rganasan. Pulni bir qismini esa daromadga chiqquningcha qarzlaring va ro'zg'orga ishlatib turasan. Bu ajoyib fikr. Nega shuni oldinroq o'ylab ko'rmadim-a? Hoziroq ishga kirishamiz. Endi Toshkentga borib kelamiz. Xo'sh, endi bizga kattaroq joy kerak bo'lar ekan. Yaratganga shukrki, bir paytlar orzu qilingan kompyuterga ham erishildi. U juda chiroyli ko'rinishda va ishga taxt holatda. Va bu meni oldinda kutayotgan katta o'zgarishlar sari qo'yilgan ilk qadam hamdir. Ana endi doimiy shug'ullanish uchun yaxshi bitta yo'nalish tanlaymiz. Xo'sh, nimadan boshlasam ekan? Avvaliga qiziqishlarimni aniqlab olaman. Shulardan kelib chiqib zamon talabiga mos yo'nalish tanlayman. Menga asosan kompyuter bilan bog'liq yo'nalishlar kerak. Bu degani haykaltaroshlik, yog'och o'ymakorligi va maketlar yasash to'g'ri kelmaydi. Demak, menda bitta yo'nalish qoldi. U ham bo'lsa rassomchilik qobiliyatidan animatsiya yoki dizayn yo'nalishida foydalanish. Balki arxitektura.
Ha, albatta. Axir bu soha haqiqiy ijodkorlik-ku. Bilishimcha, arxitektorlar AutoCAD va 3D Max programmalaridan foydalanishardi. Unda AutoCAD darslarini bir ko'raylikchi. Boshlanishi yomon emas. Sekin-astalik bilan chizmalarni chizishni boshladik. Birinchi kundanoq unchalik katta bo'lmagan loyihani deyarli tugatib qo'ydik. Vaqt o'tgan sari sabr va ishtiyoq bilan qilingan harakatlar asta-sekin natija bera boshladi. Bu orada esa vazalar va bo'rtma gullar yasashni ham o'rganib oldim. Ijodkorga berilgan erkinlik qanday oqibatlarga olib kelishini bir ko'ring-da. Bo'sh vaqt topdim deguncha o'zim qiziqqan narsalarni yasashga harakat qildim. Buning natijasida qisqa fursat ichida xonamda ko'rgazmali devor hosil bo'ldi. Xonimlar va janoblar, aytishadi-ku, agar inson biron nimani chin qalbdan niyat qilsa, butun koinot uni shunga yetishtirish paydo bo'ladi deb. Bugun shu narsaga amin bo'ldimki, filmlarimizdagi kabi hayotimizda ham oxirida hammasi yaxshi yakun topadi. Quvonchli va xayrli. Mabodo agar yaxshi bo'lmasa, unda hali tugamagan bo'ladi. Demak, filmimning hali davomi bor do'stim, hali davomi bor.